Savsavning Jangshuga urush e'lon qilishi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qo'z biz 3 podshohlikni yana davomli so'zlab ketdik. Endi Savsav qandoq qilib Jangshuga urush e'lon qilib qoldi. Jangshu Vancheng shahrininki Sang'uni. Bu shu o'rda tayinlagan Sang'un keyin o'rdining ishlari qalaymaqon bo'lib ketgandan keyin demak huquq o'zining quli qilib bu shu ya'ninki xo'jasiga aylanib shu yerda shu zaminni so'rayotgan bir kishida. Endi Savsav qandoq qilib buni hujum qilmoqchi bo'lib qoldi. Asli shu Savsav bilan Lüybu ikki tutishayotgan vaqtda biz oldingi filmlarda buni so'zlagan, agar esinglar ololmagan bo'lsanglar ko'rsanglar bo'ladi qaytadan. Dal shu Lüybu bilan Savsav tutishayotgan vaqtda Jangshu Shuchangga hujum qilmoqchi bo'ldi. Ya'ni Shuchang baliq hujum qilib podshohni akilib olmoqchi bo'ldi. Savsav podshohni kontrol qilib olgandan keyin "Senli kontrol qilamiz bu podshohni, bizmi kontrol qilaylik" deb podshohni qutqizib, yana o'zining yeniga akilib olmoqchi bo'ldi. Endi bu amalni Jangshuga kim ko'rsatgan degan vaqtda Jashu ko'rsatgan. Jashuni biz bilamiz. Oldingi filmda so'zlagan nihoyatda iqtidorlik, zaharlik mushavir deb turgan. Endi bu Jashu ayni vaqtda shu Lijue Go'si ikkisiningki orasiga suvoqchilik silib, podshohni qutqizib, podshohninki o'rdiga qaytib kelishiga yordam berdi. Endi podshoh o'rdiga qaytib o'tish yo'lida bu podshohga ergishib bakchiq foydasi yo'qligini bilib, Jashu shu yerdagi bir Sang'unning yonida qolib qoldi. Endi bu Sang'unga ergishish jarayonida bu Sang'unning tozi cho'ng ish qilinmaydiganligini bayqab turgan vaqtda bu Vanchangni saqlayotgan Jangshu bu Jashuninki burundili nomini anglagan, nihoyat iqtidorli ekanligini anglab qolgan bo'lg'achqa o'zi berib, buni taklif qilib, akilib o'zining qo'l ostida mushavir bo'lishga buni qoyil qiladi, ham o'ziga qo'shib oladi. Jashumo endi bu Vanchangni saqlayotgan Jangshuninki nihoyat iqtidorli bo'libmi shu jang qilishga yomon Sang'un ekanligini bilganligi uchun buning kayniga ergashsam balkim men texmo yaxshi kunga erishishim mumkin deb Vanchang qaytib keladi. Shu Shuchang shu podshoh boyaga hujum qilishdak shu planni amaliyotda Jashu bu Jangshuga tuzib bergan. Chunki Jangshu degan kishi endi jang qilishdan boshqani bilmaydigan bakchiq tadbir yo'q odam bu. Jashu buning yeniga kelgandan keyin bu xuddi bir nihoyatda bir noch odamga erishgandek, avliyoga erishgandek qo'shib turdi. Nim bo'lsa Jashuga maslahat soladi, qanday ish bo'lsa shuni taklifini anglaydi. Endi dal shu Lüybu bilan Savsav urushayotgan vaqtda Jashu shu podshohni qaytirib akilishninki shundaq bir amalni buning ko'rsatdi. Nimishqa? Chunki ayni vaqtda Lijue Go'sig'imi dal shu tadbirni Jashu ko'rsatgan. Podshoh qo'lingizda bo'lsa, siz podshohdan foydalanib, texim cho'ng ishlarni qila olasiz. Podshohni soyibon qilib turib, o'zingizning huquqini kuchlantira olasiz, texim zo'r kuchli qo'shinlarni yoningizga yig'a olasiz deb bu Jangshunimi shu Lijue Go'sini nasihat qilgandek shu yo'lga boshlamoqchi bo'ldi. Bir qamlashmagan yer nima degan vaqtda bular to'g'ri qo'shinni ratlab, Shuchang hujum qilamiz deb turgan vaqtda Lüybu bilan Savsav o'rtasidagi jang to'xtab qoladi. Ular ikkisi bir-birini bir qatim urushib yengishib qilib bo'lgandan keyin qo'shinni ratlaymiz deb ikkisi bir-biriga urush qilmay to'xtab qoladi. Biz buni so'zlaganda. Shuning bilan Savsav Shuchang qaytib kelgandan keyin qo'shinni yondirib, bu plan amalga oshmaydi. Ham amalga oshmagan plan bo'lsa-mu garchi bu xabar albatta Savsavning quloqiga kirdi. Quloq kirgandan keyin bu endi Lüybuga baribir kuchim yetmagida. Anda bo'lsa, Jangshuni bo'lsa-mu, yo'qtay deb qo'shinni azroq aram oldirib olgandan keyin bu endi shu Vanchangga hujum qilish uchun Jangshuga urush e'lon qilib qo'shin tortib buni yoniga keladi. Unda do'stlar Savsavninki Jangshuga qo'shin tortish hikoyasini mushunchalik so'zlaylik. Shu podshohlikka texim ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lib qolsanglar, qo'shish belgisini bosib, meni qo'shib olinglar. Shu filmni ko'rayotgan do'stlarning ichida nutq o'rganish arzusi, so'zlash qobiliyatini oshirish arzusi bor do'stlar bo'lib qolsa, ayrimxonni uchur qilinglar. Men sizlarga shu nutq o'rganish, so'zlash qobiliyatini oshirish usullarini tajribalarimga aylantirib so'zlab beraman.